Qo'y ertalabdan mana bizga podarka-da bu. Qo'y boqishi sir-sinoatlari bor, to'g'rimi? Biz sir-sinoatlarda yo adashyapmiz yoki yaxshilikka bo'lgan bu qo'y o'lgani. 3 kunni ikkinchi qo'yim o'ldi. 3 kunni ikkinchi qo'yim o'ldi. Qo'yimiz o'ldi. Endi yog'i, peshana shunaqa ziyonlari ham bo'ladi. Har doim sizlar o'ylaganlarga foyda emas. Qo'y boqqandan keyin iloji boricha minimalni yemlarigacha, grammlariga ham qarab turaylik. Sag'al ko'paytirib olsanglar bo'kadi, o'ladi. Bo'kadi, o'ladi. Biz menimcha kecha qo'yni bo'ktirib qo'ydi, chunki bitta qop yemni ikkita qo'riga shunday bo'lib berib yubordi. Qo'y soni kam, yem ko'p. Berayotganda bariga yemiga qaranglar. Bo'kib qolsa, uspet qilmasanglar o'ladi. Anta bir hozir aytaman 8 tacha qo'y bo'kkan yana. 8 tacha qo'y bo'kkan, ularni qarab turamiz, o'lib qolmasin. Me'yor har doim hamma joyda yaxshi narsa ekan. O'zi me'yor insonning o'zida ham, hayotida ham, tartibida ham me'yor degan narsa yaxshi. Biz me'yordan tashqariga chiqdik.